ertaga kelmayman biroq. Sen kelaman. kapelnisdan bordi. Kabincha mumkinmi? Ichida? Chiroyliga. Ichida kim vaqtcha? Bektadan bilaman, balki borib keyin soat boshqaroq aytaman. Aha. Ichida gapchi. Hammaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nur Muhammad nima gap? Qoldik o'tirib kela, oxirida zakasib qo'ydim deyman. Ishxonamiz ozdan o'tirib bo'ladi. Uchanchidan chiqib ketganidan. Assalomu alaykum, hormanglar. O'sha tillarni qanaqa aniqlash hozir o'ylayapman. Aktiv obunachimga beraman deganman, o'shani sizlar bilan birga gaplashib sirazi o'ylab turib berib olamiz. O'yin qachon? Hozir kichkinagina tillamga o'yin bugun. 10 talik, 20 talik, 30 talik o'yinim ertaga. Ertaga shu narsani to'g'rilab qo'ydim, yali. Ertaga to'g'rilab qo'ydim. Yo, mafilarim yo'q ekan. Kommentariyada aniqlaymiz bu. Kommentariyada aniqlaymiz. Hozir bitta ish qilamiz-da, ko'chadagi bitta liboy bitta odamni tortib turib, liboy bitta begalarni tortaman, ketaman, mashina yo'lida ketaman, to'xtayman-da. Liboy bitta odamni to'xtatib, kommentariyani ko'raman-da, nechtaligini. Hozir kommentariyani zakr qilaman, esos bo'lmagan qilib qo'yaman. Yo'qida like aniqlayman, ha, like-da shuna kiraman-da. Necha mingta like bo'lsa ham birdan o'sha mingtagacha son tanlaylar deb liboy bitta began odamga yetaman. O'sha sonni tanlasa, o'sha like bosgan odam yutib turibdi-da. Qalay, yoqdimi? Normalni o'ylayman. Oxirgi qo'ygan videoyimga like time'ni aniqlayman. Like'da nechta like bo'libdi, qarachi oxirgi videoyimga. Ya kommentariyada boshim achib qoladi, chunki kommentariyada bitta odam 700 ta SMS yozganda, nechta like bo'libdi? 1265 ta like bo'libdi. Birdan 1265 gacha bo'lgan sonni tanlang deb hozir. Mana yo'lda ketyapman, yo'lda ketayotgan joyimda bitta libobni bergan odamdan so'rayman. O'sha odam tanlaydi. Voy, mana sani bunaqasiga chiqib ketishim kerak. Hozir ketdimi? Biroqxonda ketdi. 5 gacha chiqish kerak. Bunaqasi yuramiz, yo'g'iga taksi to'lasan. Uyda bola chaqani qolib qo'yganda. Hali bunaqasiga yetadi. To'g'ri. Qaranglar, bilmay qolganlar uchun aytaman, hozir like time'ni aniqlayman. 1265 tani 1300 tani like yig'ibdi. Birdan 1300 tagacha bo'lgan sonni aytinglar deyman. Ko'chadagi liboy bitta odamni to'xtatib shunaqa deyman, men bitta do'stlar. Aytaman-da, keyin tashakkur etarkanmiz. Yuriylar aka, yo'l berdim. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'ladi hozir like bosib qo'ygan bo'lsangiz, balkim sizniki bo'lishi mumkin inshaalloh. Nasib qilganiki bo'ladi, like'dan bo'lsa haqqoniy bo'ladi, chunki bitta odam bitta dona like bosa oladi-yu. O'shani hisobiga. Bugun bu kichkinagina konkurschamizda ertaga realnisini o'tkazamiz. Ertaga ko'proq 10 ta tilla 20 ta uzulani o'ynab olamiz ertaga inshaalloh. Komment bo'lmaydi-da, komment ko'p odam, juda ham ko'p yozgan. Bitta odam 100 ta SMS yozgan. Bunda hozir haqqoniy bo'lmay qoladi. Bir dona odam like bo'lsa, hamma bir dona like bosishga shaxs bir xil bo'ladi. Keyin kimni katta uzr bor, estimaganda.
So'kkanim eshitilmadimi ish qilib? Ovozim o'chib qolmadimi? Hammalardan uzr so'rayman. Xuddi o'zi eshitmayapti. Ibrohim gaplashasan bo'ling. Mana gaplashaman. Jim o'tiring. Hammalardan uzr so'rayman. Shu like time'ni aniqlaymiz. Hamma kirib olgan bo'lsa kerak. 3 minutdan keyin g'olib yoki g'oliblarimizni aniqlab olamiz. Kuzatib turaverasizlar. Inshaalloh hozir kimdir xursand bo'ladi. Bugunchalik xursand bo'lib turadi. Ertaga keyin yana o'tkazamiz. Ertangi konkursimiz tugagandan keyin sizlarga yangilikni bombasini tayyorlab qo'yganman. Kuzatib turaverasizlar. Konkretniy podpiska qilib olmay turaverasizlar. Podpisingni bo'lib turaverasizlar. 1318 ta bo'ldimi? Ha, like ko'payishda davom etyapti. Hozir bir uzog'i bilan 5 minutda hozir to'xtab olishim kerak-da. To'xtab olganimdan keyin bu yerdan yurib bo'lmaydi, menimcha. 5 daqiqa. Yo'q, kommentni aniqlamaymiz, like ni aniqlaymiz. Like ga shu soni ko'payaversa, like ga hozir boplaymiz. Sizlarga yoqadi. Glavnisi cho'ta odam kam kirdi-da, yana ozgina kiringlar demoqchiman-da, yana sirazi bo'lmasin deyapman-da. Hali 8 bo'lishiga ham 1 minut bor, 3-4 minutda o'tkazib olamiz. Mana hozir ozgina qoldi. Mana bu Beruni best oldi deyman. Mana bestgacha ozgina qoldi. Shu 3 minutlarda, 4 minutlarda o'sha yerga yetib olsam, keyin bitta nomer tanlaymiz-da. O'sha nomerning egasi kim bo'lishini ko'ramiz. O'yin qizaloq bo'lish uchun yo bitta yo ikkita yana sovuqqa qo'shib yuboraman hozir. Sovuqqa tilla slitka. Bir dona tilla slitkam bor. Ikkinchi, uchinchi o'rin qo'yishimiz mumkin. Hozir agar vaqt topa olsam, sizlar bilan zaratga ham kamroq olgan, o'chib qolmasa agar uchinchi o'ringa ham, ikkinchi o'ringa ham sovg'alarimizni ayamaymiz. Bo'pkan. Bo'pti o'rs. Hammalarga beraman tilla. Inshaalloh 1 millionta podpischkim bo'lsa qiynaldilar lekin. Ko'tarmayapman, bosib qo'yapman. Nima qilaman ekan? Kiraveramiz. Odamlar ko'payishda davom etaversa, odamlarni tez primoy o'chirib qo'ysam, soat 8 da durdi bu. Yolg'onchi ekan demasa, endi qarshi odam bor-ku. O'shanga Glavnisi haqqoniy, ishonchli bo'lsin. Qo'sh nomeriga ekan 97 442 8075 gaplashgan. Abdulla akamga deb qo'ying, bor. Qo'yamiz. Yo'q, bor. Bilasiz. Vaqt bo'ldi, hozir to'xtab oling. Mana 2 minut 3 minut sarf qildik, 2 minut 3 minut. Alo. Assalomu alaykum. 2-3 minut. Sizlarni gaplashuvsiz akamlar. Primo anaqa qat'iy keldingiz. Sharqdan oke, Gold Center'ni bilasizmi? Chorsu bozori ichida. 5-3 tomonga yurasiz-da. Eski qora bank ko'rmagan ko'rdim. Eski qora bank bo'lardi-yu. Qush bozor, gul bozorlarning oldida. Shu bank o'rnida oke. Shunda o'sha yoqqa borasiz, Gold Center ichiga kirganingizda Abdullo degan bola bor. Siz qaylama best. Shunda Gold Centerga kirishingiz bilan o'ng qo'lda o'tiradi. Ishlaysizlarmi? Assalomu alaykum, hammalarga salom.
Yo'q, kichkinagina tallacham bor. O'sha konkurs bugun bo'ladi. Ha, go'sht bozori oldida o'zimda qarasangiz Lekin ertaga katta konkursimiz bo'ladi. Katta bu. Chorsu Gold deb yozib qo'ygan. Bugungi konkursimizdan ham foydalanib qolasizlar. Chorsu Gold ichi kirasiz, okey? Ha, Gold Centerda. Sharqdan bormaysiz, yoki Sharqdan borsangiz qayerdan? Aha. Tushmayman mashinadan. Gul bozori bilasizmi? Gul bozori bilasizmi? Olib chiqib anaqa, Ibrohim. Bunaqasi bo'ldi. Bo'pti. Zarqaynar tomon turgan ekansiz, okey? Yo'q, Zarqaynarda emas, okey, u Naryo tomonda-yu. Shtrafnoy plashadga borib, to'rtta xuddok, ikkitadan. Bitta variantli ko'la ham bor. Ha, tunikachilarga qayilib. O'yin bo'lyapti. Unga qayilasiz bozor tomonga. Hozir Tunikachilar chap tomonda, jar tomonda. laykdan aniqlayman, laykdan. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Hozir layk yoqdi deb o'ylayman hammalarga. Hozir bitta liboy bitta mana hozir Stanchik aka bor ekanlar. Stanchik akadan. Gumbaz tomondan to'g'riga borsangiz, o'z chap qo'lingizda zani keladi, kattani. Stanchik akadan so'rab olaman. Monitori ko'rinadi, okey? Gold Center deb yozib qo'ygan. Bozor ichida. Mana uzib qo'yaman. Uzib qo'ymayman men, astag'firulloh. Birinchi marta ko'ryapsiz mana. Borasiz, qarang. Oxirgi videoyimdan laykdan aniqlayman, oxirgi video. Orqaga razvorot qilasiz. O'shani gumbaz tomonga. Oxirgi qo'ygan, bugun oxirgi lentaga qo'ygan videoyimdan aniqlayman. 10 tomoningiz layk nechta bo'lsa ham gumbazga yetmasizdan o'sha birdan o'sha 1300 tami, 1400 tami, 1.5 mingtami, 1.5 minggacha bo'lgan sonni hozir monitor qo'yib qo'ygan. Bratanga Gold Centerda o'sha hammadan so'rasangiz yetadi. Bratga xullas tanlang deyman, shu sondan xullas laykdan ham aniqlaymiz. Bo'ladimi? Nima deysizlar? Xo'p. Voy Gold Center o'sha telefondan so'rab yetib ola qolsinlar, ukam. Nima deysiz? Kommentdan bo'lmaydi-da. Shuratda, okey, liboy odamdan Chorsu Gold Center xatda deyin yetadi, okey? Telefonni qo'yib hozir nomer tashlab olaman, Abdulla nomerdan tashlab ol, bo'ldi, gap ko'paytirdimi? Yo'q, ko'kaldosh tomon emas, keling. Ukam, qo'yganda telefonni hozir nomer tashlab olaman, gaplashib olaylik degan. Hozir nomer tashlab olaman, okey? Shu bilan gaplashib olib kirib ketadi. Hozir do'stlar. Voy. Do'stlar tayyormisizlar? Kir kommentimga. Abdulla bilan tashlab. O'yin bo'lyapti. Ozgina sabr qilib turasiz. Mana hozir meni jiyanim chiqadi. Chiqqandan keyin sizlarga o'yinni qizg'in o'tkazish uchun ruchnoy qilib. Ha. Yana 51 ming so'rov. Nech pul bergan? Pul yetmadi mana pul. 130 Nech pul beraman senga? Kam ekanmi? Qaramaysanmi? Ko'la ham oldingmi? Nech pul beraman yana? 51 ming. 51 ming? Bak. Bo'la qol tezroq. Nechta ekan like? Qarab tur, sanksiya qo'yamiz. Kerak yo'q. Qaysi bo'lishini 69 ta. Xo'p, do'stlar, biz tayyormiz deb telefoninga. Mana like ko'ryapsizlar, 1470 bitta. Niyat qilganlar yaxshi niyat qilib turaverasizlar, inshaalloh hammalarga nasib
qilsa hammaga yetmaydi. Ertangi anaqamiz nasib qilsa iloyim. Shartlari mana mana shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak. Shartlari mana shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak. Bo'ldi, все. 1471. Xo'p, bundoq qilamiz-da. Bo'ldi, bundoq qilib olamiz. Qani 1489 ta bo'libmiz. Bo'ldi, 1489 da qotdi. Ulgurganlar ulgurib qoldi, ulgurmaganlar ulgurmadi. Mana shu like, mana shu odamlarning ichida ovozim yo'qmi? Bo'ldimi? Ovoz bormi? Bo'ldi. Все, 1489. Birdan 1489 gacha. Okey, assalomu alaykum. Birat qarang, bitta anaqa. Qanday qotdim, ne halol bo'lish uchun. Birdan 1489 ga bo'lgan sonni tanlab oling. Birdan 1489 gacha bo'lgan sonni tanlab oling aka. 89. Bir raqamidan 1489 gacha bo'lgan raqammi? Xohlasangiz bir tanlang, xohlasangiz 1489 tanlang, xohlasangiz 7, xohlasangiz 1000, xohlasangiz 2000, 2000 tanladi. Wow, 2000 tanladilar. Hozir 2000 ni endi bittalar aniqlaymiz mana. Okey, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Hozir mana 2000-chi 2000chi yo'q. 2000 bor, 2000. Sanaysan mana 2000. Okey, 2000 yo'q, 2000 yo'q, uzr. O'ylaganman. To'xta. Odam qo'rqib ketdi-yu. 2000 yo'q, qarang, eng kattasi qarang, birdan 1533 gacha. 1000 bir sondan 1533 gacha. Tanlang bitta sonni. 1200 bormi? 1200 bor. Bo'ladi, 1200. Okam 1200 tanladi. Oka, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Kimnidir tillalik qildingiz? Mana hozir 1200 soni tanlandi, ko'ryapsizlar. Chestli bo'ldi, halol bo'ldi. Endi 1200 ni sanaymiz. 1200 bittalar sanab. Odamlarga ko'rsat. Odamlarga ko'rsat birinchi. Ketdi. 1 2 3 deb sanab. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Adashib ketib 18 qolmadim, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nemani qiynadingiz, okey? 1200 gacha sang. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 chiq tepe to'xtadi-yu joyida. Kimda deb bo'lyapti? Yo'q. Qotdi joyida, okey? Chiqadi. Sekin chiqadi. Bundoq sen chiqmaydi, sekin chiqadi. Joyida qotib qoldi-da, 1.8 da. Ko'rasizmi? Chiqmayapti shu. Chiqadi hozir ko'rsatib beradi. Internet ishlamayapti. Internetini o'chirmoqchi. Adashib ketmaysanmi unda? Chiqib ketmaydimi? Odamni tanib olganda. Shu odamni skrinshot qolganda, ana menga ko'rsatdi, Screenshot qildim. Hech qanaqa aldam yo'q. O'sha sondan boshlab, o'sha odamdan boshlab sanab ketamiz. Internetga ozgina nosozliklar bo'lib qoldi shekil. O'sha odamdan nechiga kelding? 1 nechiga? 1.8. 1.8 dan boshlab sanab ketamiz o'sha odamga. Ochilmayapti. Ochilmayapti.
like bosqichlayotganiga qotganmi? Bo'lishi mumkin. Bo'ldi 2000 baribir 2000 tanlandi-yu, 2000 ga qilinadi shu hali. Mana bunaqa qilaylik. Mana 1480 tamidi. O'shandan 1200 ayiramiz-da, eng tegidan sanaymiz. Mana shunaqa. 1400 qarang. 1000 nechi? 1400. 1480. Hop. 1200. 1286. 280. Tepadan sana 280 ni. 281-odam yutadi. Tegidan 281-odam yutadi. Tegidan. Boshqa Tegiga bormayapti-da. Telefoningga kircha anaqaga ilohim. Mani pulni kira olasanmi? Sizlarmi? Odamlar like bosib tashlayotgan ekan-da, o'shaning uchun ham chiqirmayapti, to'g'ri? Yo'q. Tegidan sanaymiz. Halini tashlab oldingizmi? Halini tashlab oldingizmi? Tushmayapti-da. Telefoning qo'yaptimi? Va уже mana bu like qotib qolyapti. Pastga tushmayapti-da. Bo'yaptimi? Maqsad bo'ladi. Baş tushmayapti. Umuman tushmayapti. Ha, bo'lmayapti-yu, boshqa bu narsa o'ylab topamizmi deymi? Hali boshqatdan qilib odamni ko'rib oldik-ku. Kommentda qarab tekshiraman, komment vashi dolgiyda komment. Oxirgi tushmayapti. Boshqatdan kelib. Boshqatdan kelib chiqib. Tushyaptimi? Okey, ham 1200 tanladilar deb borib. Hech kim yutib. 108 gacha zo'r sanadi. Bo'ldi, random qilamiz hozir faqat. Ruchnoy random qilamiz. Hozir do'stlar, hozir uzr, endi ozgina vaqtinglarni oldim. Hech bunaqa cho'zmagan edim. Hozir cho'zilib qoldi, hozir. Anaqa yozgan. Bitta yozgan, Rafi programma yozgan, bir dona qilsa bo'ladi, tushundingmi? Bir dona tekinga beradi anaqa, probnikka. Rafi deb yozgan. Bo'ldi, random qilamiz, random. Like-dan random qilamiz. Hech xavotir olmanglar kommentariyada, chunki odam ko'p. Like-dan bo'lsa, chestniy bo'ladi deb o'ylayman. Endi men o'ylashim bo'yicha, men qancha haqqoniy bo'lsa, shuncha yaxshi menga. Aynan sizlarga ham xuddi shunaqa inshaalloh. Yozgan Rafi. Hozir Rafini yozyapman, Rafidan mana hozir oldinglarda 2 minutda hal qilib tashlayman. Bir dona YBB. Mana tegi saraqa qizili. Mana Rafi skachat botdi. Rafi skachat qolamiz. Yangi emaslar Rafi skachat qolamiz. Ani nohaq bo'ldi deydiganlar uchun-da bu. Qarabgan haq qo'yding. Kommentdan emas, like time'dan qilaymiz. O'shanda mujikcha bo'ladi. 1 million bo'lsa, mana shu telefondan inshaalloh yo bu 15 ku, men 17 sini qo'yib olaman. 17 o'ynaymiz. 17 dan 4 ta 5 ta qo'yib olaman inshaalloh. 1 million подписчик qilsam 2026-yilda 3-4-oylariga Alloh nasib qilsa shu niyat qilib turibman. Sizlar ham menga подписчик qilib olsanglar bo'lib ketadi. Allohga olsam 1 million nima? Hech qancha qolmadi-yu. $2 millionta bo'lsam, mashina qo'yaman inshaalloh. Gapirib yubordim. Qo'yamiz oxirgi. Inshaalloh qo'yamiz nima? Hammaga nasib qilsin ilohim, hammaga nasib qilsin. To'ppa-to'g'ri Allohga olsin. Allohga olsin, hamma narsa bo'lishi mumkin, tez orada bo'lishi mumkin. Bilib bo'lmaydi-yu. Shunga. Lekin ozgina cho'zib yubordim. Yutasiz. Ha, bo'ldi, to'xta. Hozir. Mana videoyimga kirganda silkasini ol hozir. Hozir do'stlar, 1 minut.
Mana silka olyapman. Mana silka olaman. Shu videoning silkasini ol. Bilasanmi silka olishni? Silkasini olishni? Sotib olinglar bir minut. Bir minut. Bo'ldi, yozdim mana hozir. Mana 1 minut qoldi. Shuni to'xtab oling. Yo'q, mahallada bir to'y Ibrohim uyga chiqarib qo'yamiz. Na xotdogdan olib chiqib bersin, uyga yeb tursin. Hozir meni konkursimda deb bolalarim och qolmaydi. To'g'rimi, nima deysizlar? Ana odam yetarlicha kirdi hozir. Bosib yuboramiz inshaalloh. Mahallada mana uyim bor. Yo'q. Ana shuni, ana buni. To'g'ri. Mana biz ham yetib keldik inshaalloh. Mana hozir 30 soniya. Yuring endi aka, to'xtab olmasangiz-chi. Kallangizga siz. Xo'p do'stlar, avval iqtisod keyin siyosat. To'g'ri. Oldin vatan, keyin o'sha esimdan chiqib qoldi. Yo'lga yetkim kelmadi. Voy, qiynadilar. Nima qilyaptilar endi bular? Mana yetib keldik. Har doimgidek joyimga qo'yib qo'yganmi dedim, qo'yib qo'ymabdi, yaxshi. Mana. Bir daqiqa. Yo'q. Uyga ham sizlar bilan birga kelib oldim. Qoyiling o'zim qo'yib qolib ketdim. Xo'p, olib chiqib beruvdi. Mana do'stlar, mana. Xo'p, videoni silkasini qayerdan olardi? Kimdir yozib yuborsin. Videoni silkasini qayerdan olardi? Ha, mana silka mana, menimcha. Yo'q. Ha, oldingmi? Yo'q. Ha, bundoq qilib turib, mana silka, mana kapirot silka, mana kapirot silka qilyapman. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shu videoda. Mana bundoq qildim. Mana kapirot silka qildim. Ko'rdinglar, silka qildim. Endi bu yoqqa qilamiz. Mana rafiga qo'yaman, mana vyставить qilyapman. Ko'rishingiz mumkin. Razрешить. Mana razрешить qildim. Birinchi chiqqan odam yutadi. Ikkinchi, uchinchi chiqqan odam nabodo 2-3 talik bo'lib qoladigan bo'lsa, ikkinchi, uchinchilarga ham padarkam bor, mayli agar nabodo bo'lib qoladigan bo'lsa, mana Rafidan. Ketdi, mana ko'rishingiz mumkin. Voy, pul so'rab qolmaydim ish qilib, miyaga chiqib, birinchi tekindir. Ketdi mana, hozir mana ketyapti. Voy bo'ladimi? Bilmayman. Senga qildimi? Senga qildimi? Menga qildimi? Voy, bala. Deb balasi deganda. Учительский da'atdi, xo'p. Mamtasan ten ishlamaydi, xo'sh. Bizda mahallada. Bo'lmaga chiqib qolaman. Osh. Maryam.
Telefoningni berib turamiz. Voy, qizim ne qilyapti? Nima bo'ldi? Mazasi yo'qmi? Astag'firullah, mazasi yo'qmi? Yo'q. Bak telefoningni berib tur shundoq. Ol. Berib tur. Bilamanmi? Xo'p, do'stlar. Shunday yozib olinglar, ani bo'lib qotmayaptimi, yaxshi ishlayaptimi? Yaxshi ishlayaptimi? Generator qilib olaman. Generatorlarni birinchisini tekinga qilib beradi-yu, anaqasini. O'shani e'tibor olasizlarmi nimaligini? Birinchi marta qilganda aniq qiladi-ku, nima deydi? Tekinga qilib beradi-yu, probnikka. O'shani otini yozib olinglar. Birinchi marta qilganda probnikka qiladigan otini yozib olinglar. O'sha Rafidan boshqasi, Rafi bo'lmadi, probnik qilsam ham bo'lmadi Rafi. O'shani yozib olinglar shundoq. Bormi biladiganlar? Hali hech kim yutmadi, endi yutadi. Qotmaydi, Wi-Fi gulam oldim-ku. O'shani Rafidan boshqasini biladiganlar bo'lsa, shundoq e'tibor olasizlarmi? Hop, random orqali aniqlaymiz. Bo'pti, like-dan aniqlayman. Hozir. Like-dan aniqlaymiz. Hop, nechta video bo'lganini ko'ringlar birinchi. Nechta video bo'lganini. Videoni shirkasini qayerdan oldi? Hop. 1830 bitta bo'pti, bo'ldi. 1830 bittadan aniqlaymiz. Umar bir raqamidan qara, mana qaraysiz. Bir raqamidan 1831 gacha bo'lgan raqamdan bittasini tanla. 1mi, 2mi, 3mi, 10mi, 100mi bir raqamidan 1800 mana 1831 raqamgacha bo'lgan naqadan tanla. Son tanla, raqam tanla. Necha raqam? 8. 8 mi to'shdingmi? Mana bolam 8-raqamni tanladi. 8-raqamligini hozir mana tekshiramiz. Sizlar bilan birga tekshiramiz. 8-dagi omadli inson kim ekan? Ketdi mana 8-dagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ko'rishingiz mumkin, ruxsora. Mana voy. Ha, bizim menga podpiska bo'lgan bo'lishlari kerak-ku. Hop, tillachi yigitga podpisingni bo'lgan. Mana ruxsor degan qizimizni yutib oldilar. Ko'rsatdi. Mana like-dan aniqlab bo'ldim. Jiyanga aytdim, nechinchi son tanlaysan dedi. 8-raqamni tanladi. 8-ga kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Ruxsor ismli qizimizni yutib oldilar. Mana hozir men bularga Primoy efirdan keyin aniq qilaman. Hozir noto'g'ri tushunib qolmasligingiz uchun Umar bo'ldi. Onamdan so'raymiz. Onam bir raqamidan birdan 1851 gacha bo'lgan sonni tanlang. Yo'q, tushmayapsiz. Bir raqamidan 1851 raqamigacha tanlang. Bir raqamidan 1851 gacha bo'lgan sonni tanlang. 77 ni tanladilar. 77 ni tanladilar. Ikkinchi o'rnimizga 77 bo'ladi. Halol bo'lmadi. Ne halol bo'lmaydi? To'g'ri qildim. Mana 77-raqamni ham tanlab olamiz. 77-raqam g'olibamizga bitta uzuv beraman. Bitta, ikkita, 3ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ona 70 dedingizmi? 70 dedingizmi? Hozir esimdan chiqib qoldi, 70 dedilarmi? 70 bo'lsa mana shu mamnun bo'lyapti. Ona 70 tanladingizmi? Ha, 77 ekan, uzr, 77 ekan. Hop, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76 va 77 mana ko'rishingiz mumkin. Davlat Shoh. Hech nima ko'rinmayapti. Ha, mana bo'ldi. Tillachi yigitga podpiska bosganmilar yo'qmi? Tekshiramiz. Tillachi yigitga podpisini bo'lganlar. Mana Davlat Shoh ismli bolaga beryapmiz. Bularni ham screenshot qo'yaman, hozir ularga yozib qo'yaman. Do'stlar, haqqoniy bo'ldi deb o'ylayman, chunki men bu yerda hech qanaqa tanish-panishim yo'q, boshqasi yo'q. Bugungi konkursimiz shunchaki kichkinaga narsalarni kayfiyatlarini ko'tarish uchun bo'lgan konkurs. Ertaga inshaalloh bombasi bo'ladi. Ertaga tugashi bilan yana sizlarga bitta tillachi opani bo'g'ib qo'yganman. Ko'proq tilla bersangiz, mana obunachilarim ko'paydi, soni ko'paygan. O'shanga ko'proq tilla bersangiz, ko'prog'idan o'ynaymiz deb qo'yganman. Tekshirib bo'ldik. Men hozir anaqam prямой efir qilganimni shundoq qo'yib qo'yaman. Kim yutganini aniqlab ko'raverasizlar inshaalloh. Mana hozir yutgan g'oliblarimizni birinchisi 8-raqamdagi insonimiz yutdi, ikkinchisini 77-raqamdagi insonimiz yutdi. Endi bugun emas, ertaga inshaalloh hammalarga nasib qilsin. Ertaga kutib turasizlar. Obedda men sizlarga ertalab istoriyada aytib olaman qachon o'ynalishini. Inshaalloh sizlar bilan ertaga ko'rishguncha. 3 demadim, 3. Sitora degan qizimiz 3 deb yozibdi. 3 demadim, hech nima 3 demadim. 8 dedim, 77 dedim. Ertaga inshaalloh, ertaga soat nechidaligini hozir men qarab ayta olaman. Ertaga storida xabarini beraman sizlarga. Kuzatib turinglar, kuzatishdan to'xtamanglar. Inshaalloh sizlar bilan ertagacha ko'rishamiz. Hammasi haqqoniy bo'ladi degan umiddaman. Hammalar xursand bo'ldilar degan umiddaman. Hammalarga xayr, sog' bo'lasizlar.